Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Angarskiy ko'chamizda yangi uy chiqqan. Fasadi 15 metr. Chorkunja. Общий 3 sotuq yer maydoni, eski postroyka. Kirgandan darvozaxona. O'ng tomonda postroyka bor, 6 ta xonasi bor, bitta hammomi bor, bitta kuxnyasi bor. To'g'ri o'tganda tepada bitta ayvoncha qilgan. Mana buni ichida yana ikkita komnatasi bor. Bu yangi qurilgan, yangi remontdan chiqqan uychalari. Bunisini esa remonti eski. Mana shunaqa hovlichasi bor. Ikkita kattagina agorodi bor. Angarskiy ko'chasi bu Zibodan sal pastga tushganda 13 sotuq, narxi ham juda ham zo'r. Yana kelishtirib beradigan joylari ham bor. Narxini aksiyada yozib ketamiz. Mana bu tomonda yana ikkita xonasi bor. Ikkita maydagina xonasi bor. Bitta kattagina mana shu zal 60 kvadrat. Bu tomonga bitta komnata, bitta kuxnya, bitta tualet qilib qo'ygan o'g'illari uchun. Отдельный to'yst bor. Mana bu esa hovlining oxiri. Hovlining oxirida bitta kattagina agorodi bor. Bu tomonda kladovka, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta kladovka qilgan. Mana shunaqa hovli sotuvga chiqqan. Biron kishiga kerak bo'lsa, nomerlarimiz bor. Telefon qilib aloqaga chiqsalaringiz ko'rsatamiz.